FAW Tiger V modelini kichkina 2,5 tonnalik shassi varianti yetib keldi. Loy bo'lib yotganiga e'tibor bermaysiz. Andijondan bugun yetib keldi. Hali mo'yka qilishga ulgurganimiz yo'q. Bu Gazelle klassidagi mashina, ya'ni Gazelle'ni razmeridagi kuzov bu yerga tushadi. 3 metrlik kuzov qo'ysangiz bo'ladi. Bu Salarkadagi varianti, xudo xolasa benzinli varianti ham tayyor. Bugun erta uni ham qo'yamiz. Bu qisqacha video obzori ko'rishingiz mumkin. Batafsil video obzor qilamiz bu modelga albatta. Bu monitori bor, kamerasi oldida bor, orqasida ham bor, multi rul. Haydovchidan tashqari ikkita yo'lovchi uchun joy bor. 2 tonna yu 560 kilo yuk ko'taruvchanligi. Balonlar Gazelle razmerida, oldi ham resor, orqasi ham resor. Ko'ring, o'z fikringizni qoldiring. Xudo xolasa bu model to'g'risida ham batafsil ma'lumot albatta beramiz. Hozir kelganligi uchun xamir uchidan patr joylab qo'ymoqdaman. Xudo xolasa buni ham albatta polностью obzor qilamiz. Ko'ring, shaxsiy fikringizni ayting. Bu model O'zbekistonda Gazelle'ga raqobatbardosh bo'la oladimi, yo'qmi? Shaxsiy fikringizni albatta bildiring. Eslatib o'tamiz, bu ham Andijon shahrida ishlab chiqarilmoqda. Xuddi shu razmerda, xuddi shu klassda benzinlik va dizellik varianti ishlab chiqarilyapti.